Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga tomga penalonboz quyish jarayonini bir qator ko'rsatib beramiz. Agar uyingiz yozda juda qizib ketsa, qishda esa sovuq o'tkazsa, bu muammoning samarali yechimlaridan biri aynan tomni sifatli yopishdir. Tomga penalonboz quyish bu zamonaviy usul bo'lib, yozgi kunida issiqni o'tkazmaydi, qish kunlarida bo'lsa sovuqni o'tkazmaydi. Natijada uy ichida harorat yanada barqaror bo'ladi. Penalonboz quyish jarayoni qanday amalga oshiriladi? Avvalo tom yuzasini bir qator ko'zdan kechiriladi. Vassali shilipkalarida holati yaxshi bo'lsa, undan so'ng vassali shilipkalarning ustidan material bor, ko'rib turganlaring shu materialni solamiz. Ustidan bir boshdan quyib ketaveramiz. Bu penalonbozni quyganimizdan so'ng har bitta teshikni mukammal tarzda to'ldiradi. Shuni hisobiga umuman havo o'tkazmaydi. Bu quygan penamiz aslida chiritmaydi. Yana hamki shuni oldini olib, har bitta uyga katta kichikligiga qarab dimoxod qo'yib ketamiz. Ikkitadan, uchtadan qilib. Qo'ygan dimoxodlarimizdan havo aylanib turadi, shunda bir chirishini oldini oladi. Bu penalonbozimizning loysuvorligidan afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi, loysuvodaqa yorilib ketmaydi, izolyatsiyani ham a'lo darajada ushaveradi. 5, 7, 10 santimetrgacha quyib beryapmiz. Uylarga qancha qalin quysa, izolyatsiyasi yaxshi bo'ladi, mustahkamligi. Agar siz ham uyingizda qulaylik yaratmoqchi bo'lsangiz, yozning jaziramasida salqinlikni, qishda esa iliqlikni saqlab qolishni istasangiz, albatta penalonboz quydiring. Batafsil ma'lumot va buyurtma uchun ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab chiroyli, sifatli, mustahkam qilib quyib beramiz. Videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.